Rayhon oilaviy milliy taomlari asoschisi va sobiq imom Odilxon Ismoilovga nisbatan 8 yillik qamoq jazosi hukmi sudda e'lon qilindi. Bu voqea jamiyatda turli savollarni keltirib chiqardi. Kimdir shaxsning qilmishi haqida gapirmoqda, kimdir esa bu ish ortidagi tizimli muammolar haqida o'ylamoqda. Aslida masala faqat bir inson, uning lavozimi yoki obro'si haqida emas. Agar inson chindan ham jinoyat sodir etgan bo'lsa, ya'ni birovning haqqiga tajovuz sodir etgan bo'lsa, u qilmishi uchun javob berishi, haqni albatta o'z egasiga qaytarishi kerak. Ammo adolat faqat aybdorni topish va jazolash bilan cheklanmaydi, balki u jinoyatlarni vujudga keltirayotgan muhit va sabablarni ham ko'rib chiqishni talab qiladi. Odilxon Ismoilov 2018-yilda imomlik lavozimidan olinganida rasmiy izoh sifatida tartib-intizomga rioya qilmagani kabi umumiy iboralar keltirilgan edi. Bu iboraning aniq nimani anglatishi jamoatchilikka tushuntirilmadi. Natijada turli taxminlar va savollar paydo bo'ldi. Bu faqat bir inson haqida emas. O'zbekistonda yillar davomida davlat siyosati yoki diniy sohadagi kamchiliklar haqida ochiq fikr bildirgan ayrim imomlar va jamoat arboblari lavozimidan ketgani haqida ham jamoatchilikda turli muhokamalar bo'lib kelgan. Misol uchun Fazliddin Parpiyev maktab yoki institutlarda hijobni taqiqlash haqidagi qonunni tanqid qilgani uchun ishdan ketdi va oxir-oqibat yurt tashqarisiga chiqishga majbur bo'ldi. Hozirda esa u Turkiyaning qamoqxonalaridan birida va O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Diniy idorani hukumatning siyosatiga mos yo'nalishda faoliyat qilishi hech kimga sir bo'lmasa kerak. Misol uchun jamiyatda avj olayotgan buzuqlik, fasod ishlarini tanqid qilmasligi va oxirgi piva festivallari, qimor va riboni keng tarqalishi ortidan biror rasmiy bayonot bermagani ham inkor qilib bo'lmas haqiqatlardan biridir. Yana bir misol, kriptovalyuta shariatda harom deya fatvo berib, keyin yuqorining bosimiga uchrab, uni o'z rasmiy saytidan olib tashlaganini ham hali unutganimiz yo'q. Bu holat diniy idoraning shariatga sodiqlik timsolidagi mustaqil qarorga ega emasligini yana bir karra isbotlaydi. Bunday vaziyatda Odilxon Ismoilov ham hukumatni biror qaroriga bo'ysunmay, unga qarshi chiqib qo'ygani ehtimolini oshirib, uni moddiy ishlardagi jinoyatlarini shubha ortida qoldiradi. Davlatning haqqoniy siyosati faqat sud zallarida emas, davlatning o'z xatolariga munosabatida ham namoyon bo'ladi. Misol uchun Karimov tomonidan 1999-yilda diniy yoki siyosiy ayblovlar bilan qamalib 25 yildan ortiq vaqt davomida qamoqxonalarda qolib ketayotgan insonlar va ularning bir qismi Mirziyoyev davrida qayta qamalishi va ularning ishlari yuzasidan jamiyatda savollar saqlanib turgan bo'lsa, ularni xolis va mustaqil ravishda qayta ko'rib chiqish adolat talabi emasmi? Agar haqsiz jazolanganlar bo'lsa, ularning huquqlarini tiklash va yetkazilgan zararni qoplash ham masalaga haqqoniy yondashishni bir ko'rinishi bo'ladi. Shu bilan birga, agar bugun davlat fuqarosidan qonunga itoat, halollik va adolat talab qilayotgan bo'lsa, avvalo o'zi ham adolat namunasini ko'rsatishi kerak emasmi? Aks holda har gal yangi aybdorlar paydo bo'ladi, yangi sudlar bo'ladi, yangi hukmlar chiqariladi. Lekin davlatga bo'lgan ishonch tiklanmaydi. Haqiqiy adolat faqat jazo emas, balki haqiqatni to'liq ko'rish, shaxsning ham, tizimning ham mas'uliyatini xolis baholashdir. Alloh taolo marhamat qiladi. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Ey mo'minlar, adolatni mahkam tutuvchilar bo'linglar. Alloh uchun guvohlik beringlar. Garchi bu o'zingizga, ota-onangizga yoki yaqin qarindoshlaringizga qarshi bo'lsa ham.